Həmməylə yavğazını cənubqa köçüdü deyişidi. Ular axırda zadı nəyə baradı. Neçə milyon yıldan buyan yavğazlar izcil küzdə ketib ətiyazda qaytıb gəladigan adətini davamlaşdırıb gəldi. 8 tane yavğazdan tərkib tapqan bu ailənin cənubqa köçüş səfəri bək əgir toqay. Ən altıdakisi dadıqaz, keynədikisi anıqaz, qalğanları ulanın balları. Köç jarayonida ballarının küçünü tejash uchun dadıqaz bilan anıqaz növbət bilan səpning oldida uçub, shamalni to'sib ballarının bisimini azaytdı. Bu ballarning tunji qitim köçüşü. Şuna ular ata-onasining o'rlashtirishiga bo'ysunib, zich bir rad bo'lib tizilib, ehtiyot bilan uchibyotdi. Bu bir alayda aralashqanliq oila. Dadisi kulrang, onasi ko'k bo'lg'achqa, ballarimi ularning o'xshash bo'lmagan qaynonga varislik qilgan. Ba'zilarining og'izi halrang, ba'zilarining rangi seriq. Ular retlik tizilib, issiq janubga qarab ilgirlayotdi. Bu qitimqi musofaning uzunligi necha ming kilometr, 2 oyga yaqin uchadi. Bu hargizmi qarg'ulachi uchish emas. Yavg'azlar janubga ko'chishda yer shari magnit maydoni, quyoshning o'rni va daryo iqin tog' tizimlariga, hatto insonlar solgan uylarga qarab nishonni bekitdi. Bu ularning eng ishonchli yo'l boshlash sistemasi. Bu qitimqi ko'chish qarmoqqa o'ngishli ketyotdi. Her qandaq bir ailede hamon intizamni buzadigan bir kepsiz bola chiqib qoladi. Bu qizchaq balalarning eng kichik. U asli bangboshlik qilmay, aka-achilarga agishib jim ushsa bo'ladi. Lekin u hamisha mushundaq bilarmanlik qiladi. Tunji qitim ko'chgan bu balag'az bu bepoyon zamonga qarab hayajonlanib to'xtamay sayradi. Hamda bo'shliqda mahorat ko'rsatib to'pni qalayimqon qilishga boshladi. Uning bu intizomsiz harakati sabni buzib qolmay, o'zining jismoniy kuchini xo'rtib o'tadi. Ata-onasi bilan qarindoshlari uni tez sapga qochishga chaqirsa-mu, u yana o'zi bilgan bo'yicha uchiveradi. Har qatam shunday ahvol ko'rilsa, anag'az keyniga qaytib bolasini sapga kirgizadi. Dadıqaz quyoshning o'rni va taqdaryoga qarab uch orbitasiga hukm qilgandan keyin oldidagi Kroz ko'li mulozimat rayonida to'xtab kechini o'tkazishni qaror qildi. Ular bir kun uchib yerib ketdi. Bu ko'lda yemeklik mol. Suda üzüp yürüp ozuqlanğılı, hem oğuçulardan özüne kaçırgıla buladı. Mulozimat rayoniga qo'ngandan keyin ata-onasi ularni ergashtirib atrofni bir qo'r ko'zitib chiqdi. Bexatarlik ko'zi yetgandan keyin andin aram erishni boshladi. Atsa saharda Kroz ko'lini tuman qoplab, ko'rish darajasi tuvallab ketdi. Bir oila yavg'izlar ko'l bo'yida muvofiq uchish paytini kutib turdi. Lekin er-xotin ikkaylan kichik qizining yo'qolib ketganligiga diqqat qilmadi. Shu topda u o'zi yolg'iz atrofni aylanib yurdi. Botirlik bilan dunyo kezish xato emas, ammo haddidan ziyoda qaramliq, beparvolikning albatta to'laydigan bedeli bo'ladi. Tuman tarqab, yavg'azlar yo'lga chiqmoqchi bo'ldi. Dadıqaz uchish buyrug'i berib, o'zi oldi bilan osmonga ko'tarildi. Anag'az mopallarni agashtirib, eriga agishib uçdi. İlliq havo iqimi ularning bugungi uchishini osonlashtirdi. Nayt tezla Dadıqaz bo'shliqda sapni retga silib, g'arbiy janub yo'linishini to'g'rilab uchish sur'atini tezlatdi. Ular qizchaqning ko'l bo'yida qolganligini sezmadi. Kroz ko'li jimjit bo'lib ketdi. Qizchaq bu benormallikni his qilib, darhol atrofga silib qarab baqdi. Uydagilarining soyisimi ko'rinmadi. U aloqazodi bo'lib ota-onasini chaqirishga boshladi. Hech kim javob qaytarmadi. O ailesidagilarning ketib qolganligini bilib, darhol qo'g'lab mangdi. Lekin u qanotlarini kuchab qiqib, xato yo'nalishga qarab uchdi. Tunji qitimliq ko'chishda u mana xatoliqining badalini to'lashga boshladi. Ota-onasining yetaklishi bo'lmasa, uning hayoti mush safar bilan oxirlashishi mumkin. Bir aile yavg'azlar g'arbdan janubga qarab ilgirlayotdi. Chiqsiz anag'az eng kepsiz qizining yo'qligini bilib, eriga qarab bir nechini varqirgandan keyin ishkilanmayli keyniga burilib, boyqi ko'lga qarab tez suratda uchib ketdi. Dadıqaz darhol suratni ostilatib, qilgan ballarni agashtirib, osti suratda ilgirladi. U xotinining tezlasab ketishi olaydiganligiga ishonadi. Anag'azning ichi titildab, atrofni tafsiliy ko'zatgach, ko'l tarafga qarab uchdi. Xeyli uzun uçqandan keyin u oxiri bir tonish ovozni angladi. Ana bola uchrashdi.
Ular ko'p fikr almashtirmay nishonni to'g'rilab, tez sur'atli topning keynidan qo'g'lab mangdi. Anag'az yo'l bo'yi mehribonlik bilan qiziqi tasalli berdi. Ular cho'qin qurg'um tushishdan burun to'pga yetishib bilishi kerak. Ularga nisbatan kecha intayin xatarlik. Necha soat ishqandan keyin ana bola oxiri ufuq siziqida o'ziga tonish ko'langilarni ko'rdi. Bir oila yovg'azlar nurg'un o'ngsizliklarni boshdan kechirib, oxiri yana jam bo'ldi. Qizchaq aka acilarining orsiga qistilib kirib oldi. Bundoq bo'lganda u shamolning qarshiligiga oz uchraydi. Ham jismoniy kuchini tejab qola oladi. U endi jimib qoldi. Yuvashlik bilan to'pqa agishib ushdi. Yana kapsizlik qilishga jur'at qila olmadi. Bu qitim qizchaq cho'nqur saboqqa ega bo'ldi. Bu uning keyingi o'sib yetilishiga foydali. Yovg'azlar davomli janubga qarab uchib, qishdan o'tadigan issiq joyga qarab ilgariladi. Ular qat'iy voz kechmaydigan kollektivchanlik ro'yiga tayinib, egiz tog' va daryo ko'llarni kesib o'tdi. Eng oxirgi manzilga yetib kelayli deb qoldi. Kepsiz qizchaqmi hayron qolarlik darajada o'zgarib, irodasi tovlandi. Ota-onasi hatto vaqt chiqarib uni qo'shinga yetakchilik qildirdi. Bu yovg'azlar ajoyib jasorati bilan tabiatning qarshilik kuchiga taqobil turdi. Ularning ish harakatlarida insonlar o'rganishga tegishli nurg'un taraflar bor. Ular Fransiyaning janubida qishni o'tkazadi. Bahor kelganda yana shimolga ko'chib, o'z yurtiga qaytib keladi.